Menga qara, moped uchib yurmasdan mana bundoq u bir restoranga olib boring, ering bir marta bo'lsa ham. Bo'ldi aka, men sentrga ancha yaqin va sentrdan 5 barobar arzon joyga olib borib ko'rsataman. Bormi shunaqa joy? Borib ko'ramiz. Mana masjid aka. Shu arzon demoqchimisiz? Bo'lmagan gapi. Siz yuring, ichkariga kiring. Restoranga kelsangizda oilaviy mazza qilib o'tirsangiz va oxirida shu yerda narxini arzonligini ko'rsangiz, vobshe hayron qolasizlar. Ayniqsa istanki shunaqa katta bo'lsa, yonida avtomoykalargacha bo'lsa. Ichkari kirsak, qiy-chuv to'polon, odamlar mazza qilib o'ynayotibdi. Nima bo'pti desam, juma kuni kechqurun turk oqshomlari degan shou bo'lar ekan. Ayni o'sha vaqtiga Azzakani olib kelib qolman. Ikkita yosh kattani o'yin qochib ketmaydi deb sekingina dasturxonga birinchi taomga o'tkazib yuborishdi. Ezagelindan boshladik. Azzakiga juda ham yoqdi, lekin menga sal achchig'i ko'plik qildi. Ketidan turetski achchiq bilan cho'ban salatni ham urib qoldim. Kelishimizdan oldin hamma narsa zakaz qilib qo'yilgan edi. Bir payt qarasam, shoular boshlanib qoldi-yu. Nimadir qo'yiladigan-dek, men ham to'g'ri oldi bor, sekin tayyorlashga tushib ketdim. O'zing tayyorlagan osh. Endi aylanibman, o'lguribman, o'zing yeysan deb sekingina nonini, bonfile go'shtini, yondagi sir, souslarni solib turib bittada o'zimni firmini burgerimdan qora qoldi. Ovqat ustiga ovqat kelib, mana bunaqa koftalar ham keldi, kasharligidan. Faqat buni mozzarella sirlari ustida bo'ladi, ichida emas. Agar bu videomni bolalar erkaklar ko'rishayotgan bo'lsa, sekingina sinfdoshlar, kursdoshlar gruppasiga tashab qo'yinglar. Choyxonani mana shunaqa joylarda ham o'tkazsa bo'ladi. To'g'ridek, kishi boshiga suv tekindan tushar ekan. Agar bu videoyimni ayollar ko'rib turgan bo'lsa, sekingina qarindoshlar, semeyka gruppasiga tashab qo'ying. Yaqinlarni olib, mana bunaqa go'shtli ovqatlarni zakaz qilsanglar, mana shunaqa shoular bilan sizlarga chiroyli qilib olib kelib berishar ekan. Shu joyda meni ham qo'lim tegsin deb sekingina oshpaz akani oldilariga bora olib, bunaqa shoular qilib olib chiqishni oxirgi marta Turkiyada Burakda ko'rgan edim. Toshkentda boshqa bunaqa shoular qiladigan joylarni ko'rmagan edim. Balki men ko'rmagandirman. Sizlar bilsanglar, pastda kommentariyada yozib ketinglar. Agar navbatdagi filmini burgerim qilguncha, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Ancha oylantirib turdim, Azzaka tashqarida besetkada bitta shirinlik yemaymizam deb qoldim. Tashqarida oynali joy aytayotdilarmi desam, yo yonida katta bog'da ochuv yopib besetkalar qilib, chiroyli osvesheniyalar bilan yonida suvlar ham o'tgan joyi bor ekan bu yoqda. Kechki saqinda yaqinlar bilan kelsanglar, mazza qilib shirinliklar besetkalar deb ketsanglar bo'lar ekan. Biz o'zimizga San Sebastianning dubayskiy variantini aytdik. Mazasi yaxshi, sal shirinlik qildi menga. Va hali Toshkentni hech qayerda uchratmaydigan o'rama kunufeni ham shu yerda qilishar ekan. Azzakaga osh oshatganda sekingina shirinlikni oshatib yuborib qoldi. Mazasi yaxshi, kelishinglarni tavsiya qilaman. Endi menga aytinglarchi, 6 kishiga narxlar arzonmi yoki qimmat? Zakaz etilgan kanalda bor.